Sizlar bilan Sadiq TV kanalidan Sodiqjon. Sizlarga Imzo kompaniyasi Termo 57 hamda 6000 quattro haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Bu galgi mahsulotlarimiz hamma yaxshi ko'rgan dubmokko rangida 2 qavatli oq oyna. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar xuddi sizlarda shunaqa zakazlar bo'lsa, telefon raqam qo'yib qo'yamiz, bog'laylik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lib, like bossangiz berish boshlaymiz. Bu yerda tashqari tomonda jami 4 ta standart rom. Standart rom deganda bugungi kunda 1.30 ga 1.60, 1.65 aytiladi va eshigimiz ikkita yonida romli, o'rtasida esa eshik. Bunday holatlarda eshikda biz faqat termo hisob-kitob qilsak, rom ham termo bo'lib ketadi. Shuning hisobiga mana shunday joylarni eshik va romlari qimmatroq chiqadi. Ko'rib o'tamiz. Razmerlarimiz o'sha 1.30 ga 1.65 atrofida bo'lsa, teng 2 ga bo'lingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu 6000 quattro 4 kamerali profil, 2 qavatli oq oyna, mexanizmlar Fornax, turetskiy, ruchkalar germanskiy, ichkaridan ochilish yopilishini ham ko'rsatib o'tib mana ko'rishingiz mumkin. Rezinalari bir tomon ochilish bo'lganda qanot alohida turadi, bir tomon gluxoy. Hamda podstavочный profillar qilingan, romda chekkasi gullari chiqarilgan holatda o'rnagan. 1 kvadrat metr 2 qavat oq oyna 6000 quattro o'rtacha $100 atrofida chiqadi. Bitta romi tayyor bo'lishi, o'shanda kvadrat yarim kvadrat bo'lsa $200 atrofiga tayyor bo'lishi mumkin. Shuni hisob-kitobiga olib nima qilasizlar? Bu tomonda termo 65 eshikning eni 120, ikkita chekkasi esa 70 dan, eshikning bo'yi 248-250 atrofida, ikkita chekkaning bo'yi esa mana romlar bilan bir xil 165 atrofida. Bular gluxoy bo'lgan, ochilmagan. Bu eshigimiz ochiladi xona ichkarisiga. Termo 57 ni mana shu yerda ko'rsatib o'tdim. Mana ko'rishingiz mumkin. Termo 57 65 dan ingichkaroq bo'ladi. Uni aniq profil buyurtma qilishdan ko'rish kerak. Mana shu 5 sm 7 mm bo'ladi. Bunda palamet bor, bu issiq seriya. Babishning rezinalari ham bor. Bunda termopetlar, termo ruchka hamda termo zamok bo'ladi. Ochilish yopilishi. Tepaga quplanadi. Mana quplangan holatda kalt bo'lsa shu bilan qulf holda ko'taradi. Xo'p, bular 1 kvadrat metri $200 atrofigacha chiqishi mumkin. $150-160 ga ham chiqishi mumkin. Buni asosiy hisob-kitoblari kvadrat hisob-kitob olsangiz 160 dan 220 gacha hisob-kitob qilaverasiz. Energetik jo'b, podakonlik. Bu yerda nimaga men kvadratda qimmat aytyapman? Sababi mana bu yerda lapsha ishlagan. Lapsha emas, bunda usilitr ishlaydi. 50 litr lapsha bo'lmaydi, uzr. Mana usilitr asosiy qimmat qiladigan narsa. Mana bitta profil hamda usilitr yana bitta profil. Shuni hisobiga qimmatlashib ketadi. Asosiy bunaqa joylarni hisob-kitobi через razmerga qarab chiqsa aniqroq va to'liq chiqadi. Bu tomondagi romlarimiz ham narigi romlar bilan bir xil hisob-kitobda bo'lgan. Buni mana ko'ramiz. Buni hozir chap tomonimiz ochilish bo'lsa, narigini o'ng tomoni ochilish. Bu tomonda ham buni bitta tomoni ko'rib turibmiz. O'ng tomon, o'ngsi chap tomon ochilish. Hozir hovli tashqarisidan ko'rgan romlarimiz, bu esa o'sha hovli ichi, ya'ni xona ichida maslik ochilish yopilishlarini ko'rsatib ketaman. Birinchi ko'rgan romimiz podakonliklari bilan komplekt o'rnagan holatda. Ruchkamiz Rotolux ochilishi. Bu yerda mana Fornax aytgan mexanizmim. Mana bu 6000 quattro tekis bo'ladi. 4 kameralik rom yopilishi hamda tepa davano mexanizmi hamda bekilishi. Juda ham zo'r holatda mana ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda shu ulangan rom, xuddi shunaqa usilitr ko'rinishi, usilitr. Juda ham ideal holatda ochilish yopilishlari mana xona ichkarisidan ko'rsangiz bo'ladi. Tekis holatda, bular adelkani tugagandan keyin yana ham chiroyli holatda ko'rinadi. Bu tomondagi romlar ham narigi bilan bir xil. Endi hovlining orqa tomonida xuddi shunaqa romdan 4 ta bo'lgan, bitta chap, bitta o'ng. Bu ham 6000 quattro, shu $100, $110 atrofida kvadrat chiqaradi. Yilga oyna qilsa yana qimmatroq chiqadi, lekin Fornax mexanizm yaxshi, davano mexanizmga qo'yilgan. Yaxshi ish beradigan mexanizm ishlab chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa chiroyli Imzo kompaniyasi sifatli eshik deraza romlari kerak bo'lsa, bog'langlar, chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.